Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning 10-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda biz 3 taraf mashg'ulotchisi to'g'risida to'xtalamiz. 3 taraf mashg'ulotchisini inglizcha ternary operator deydi. Ternary operator deydi. Biz oldingi qismlik darsimizda almashtirish bayonini o'rgangan, ya'ni almashtirish bayoni degan switch statement. Uni oldinda shartlik bayonni o'rgangan, ya'ni if statement. Buni inglizcha if statement deydi. Chunki shu ingliz tilini tang tushuntirmsam ba'zida qaymoq tushib qolish mumkin. Bunda esa Java 3 taraf mashg'ulotchisi, ya'ni ternary operators. Ternary degan 3 taraf degan gap. Shu 3 taraf mashg'ulotchisi oddiylashtirilgan shartlik bayon jumlaga o'xshaydi. Ya'ni shartlik bayon degan qanday if statement. Ashning oddiylashtirilgan qismiga o'xshaydi demoqchi. Agar ma to'g'ri bo'lsa, mani ijro qildi, ma kodni. Agar u xato bo'lsa, yana birisini ijro qildi degandek. Shuning oddiylashtirilgan shakliga o'xshab turadi. Hamda shu 3 taraf mashg'ulotchisi qanday Rossiya xatoni bog'laydigan shartni o'z ichiga oldi demoqchi. Masalan, buning shakli shunda. Chunki 3 birlik o'g'achqa miyaga 3 taraf shun ternary operator deydi. Masalan, miyaga birinchi bo'lib nima yozamiz deganda shart yozamiz. Masalan, birinchi son ikkinchi sondan cho'ng degandekcha bir shart yozamiz. Agar shu shart qanoatlansa, ya'ni to'g'ri bo'lsa, true, boolean degandik biz. To'g'ri bo'lsa, birinchi ifoda, miyadagi birinchi yozgan ifoda mushu yurgizildi. Agar u xatma shart xato bo'lib qolsa, qanoatlanamiz qanda ikkinchi ifoda yurgizildi. Mushu 3 taraf mashg'ulotchisi oson, intan oson. Unda men Eclipse'ni amaliy misoldan ko'rsatib qo'yay. Unda men bir package quray. 11-kuni bu packagening ichiga bir class qursam, biz shu 3 taraf mashg'ulotchisi orqali, ya'ni ternary operatordan foydalanib ikki sonning ichidagi eng cho'ng sonni topaylik. Cho'ng son deb qo'yay. Cho'ng son bir son quraylik. U son 6 olsun. Yana bir son, ikkinchi son 3 olsun. Uchinchi son, ya'ni eng cho'ng son. Mushning ichidagi qanda cho'ng deb qo'yay. Buning qimmat bermay turay. Chunki bilmaymizda, birinchi sonning cho'ngligini bilmaymiz, ammo biz shu program orqali hukm qilmoqchi. Hamda mayiz shaklini ham qanday qilsak, bir quruqlam mana desak ham bo'ladi, bir qitimliqqa sonliq ma'lumot tipini belgilab, birinchi son 6 da pash, ikkinchi son 3 pash, uchinchi son qana cho'ng. Undan keyin yer masbchikini qilib yopsak bo'lardi. Ikkisi o'xshashmas, ikkisini hech bo'ladi. Hamda masalan birinchi son ehtimol qarshi belgilab o'tay. Birinchi son qaysi? Son 1 shunaqa. O'xshash yana. Ikkinchi son 2 shunaqa. Masalan, shuni qilsam nima bo'ldi? Birinchi son 6, ikkinchi son 3 nima? Eng cho'ng sonni qanday belgilayman deganda, shu 3 taraf mashg'ulotchisi orqali ternary operator. Ya'ni cho'ng qanday bir shart beramiz cho'ngga. Masalan, son 1 cho'ng son 2 bo'lsa, shart bersak, agar son 1 son 2 dan cho'ng bo'lsa, eng cho'ng son nimidan oldi? Son 1 dan oldi. Agar xato bo'lib qolsa, son 1 son 2 dan cho'ng bo'lmay qolib qolsa, eng cho'ng son 2 dan oldi demoqchi. Tushunamizmi? Mana bir shart mana. Ma'ning keyin agar bu shart qanoatlansa, ma son 1 eng cho'ng sondan oldi. Cho'ng son 1 oldi. Agar qanoatlanmasa, ikkinchi ifoda ma'vu eng cho'ng son bo'ldi. Unda bo'lsa, buni mang'izsak, ya'ni cho'ng son mishadagi cho'ng. Amaliyotda ma son 1 son 2 dan cho'ng shunama. Shunga miyadagi cho'ng son necha bo'ldi? Cho'ng son 6 oldu. Agar men 3 demay 7 deb qo'ysam, cho'ng son qanday 7 ga o'zgaradi degan. Mana shu 3 taraflik mashg'ulotchisi shu ternary operator. Bugungi darsimiz mushaygacha. Tushunmagan nuqta bo'lsa, aslo inkor shaklda qoldirsangiz bo'ladi. Rahmat.